Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Sog' salomat yuribsizlarmi? Mana yangi obyektimizga keldik. Xudo xolasa piton quyish jarayonlaridan boshladik noldan. Molxona va tandirxona, ikki etajli molxona bo'ladi. Ish jarayonida tushirib ko'rsatib boramiz xudo xolasa bularni. Ustamiz Umidxon boshchiligida do'stimiz, yaqin o'rtog'imiz bu kishi. Katta usta bu kishi. Ha, Umidxon charchamayapsizmi do'stim? Ya, malades. Ustalar bilan birgalikda ish olib bormoqdamiz. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishni davom eting. Mana o'rtada perigorodka bo'ladi. Mana shunday qildik tagi pastligi uchun. Keyin apalafga qo'yamizda, to'g'irlab quyib olamiz buni ham. Xudo xolasa apalafkalarimizni qotirdik, yaka bo'latga olib qo'shni tomon mana bu daraxt xalat qilganligi uchun sal qiyshiqroq bo'ldi. To'g'rib ketadi, emas blokda to'g'irlanadi bu. Hozircha ishlarimiz shular davom etmoqda. Devorlarni buzdik. Hammaga salom. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlarga eson-omon qaytsin. Topganlar yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Like'larni ko'paytiring. Mana shu ustalarning mehnati uchun like'larni ayamanglar azizlar. Bu yerda ham katta ustamiz rastovor qo'ryaptilar. O'ting ustalar. Ustovo charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Boshlarimiz nasib bo'lsa. Mana rastovorimiz 40 ta qilgan 40 ta chag'al. Semen nechtasi? Gruppadaglar zo'rmisizlar? Like bosib qo'yinglar ustaga like. Usta Ravshan kanali hadi. Mohir ustalar ham bor, Telegramga o'tsangizlar. Gap ana shu xonadonga oldin ham kelib mana uylarda ishlarni, yo'rg'a qilganmiz, rotban shpagalakka aboylarini qilib berganmiz. İnşallah yaradığımız bilan topşirdik. Şimdi nasip etsa mana bu yerga molxona. 8 metrlik molxona, bu yoqqa 4 lik tandirxona, oshxona. Tandirxona o'choq tushadi. Molxonamiz 2 etajli bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rsatib o'tamiz. Nasib etsa ish jarayonlarida. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Sog' salomat bo'ling.